urushda tashabbusni Rossiyadan tortib oldi. The Economist. BAA Eronga qarshi yashirin hujumlar uyushtirgani ma'lum bo'ldi. Netanyahu AQSh yordamidan voz kechmoqchi. Isroil yakka o'zi urush boshlashi mumkinmi? Qozog'iston osmonida noma'lum uchar likopcha aniqlandi. Putinga 100 minglab dron ishlab chiqarishni va'da qilgan shaxs hibsga olindi. Dunyo siyosatini biz bilan faol kuzatib borayotgan tomoshabinlarga assalomu alaykum. Videoga like bosing va fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Sedanachi kompaniyasidan erkaklar uchun maxsus mahsulot. Prostamix erkaklar salomatligi uchun tabiiy yechim. Agar sizni prostata shamollashi, ichki diskomfort yoki turli noqulayliklar bezovta qilsa, unda Prostamix aynan siz uchun. Prostamix prostata faoliyatini qo'llab-quvvatlaydi va jinsiy zaiflik kabi muammolardan butunlay qutulishga yordam beradi. Eng muhimi, natijasini birinchi haftadayoq sezasiz. Batafsil ma'lumot olish uchun 55lik kodi bilan 503 2200 raqamlariga sim qoqing. Ukraina urushda tashabbusni Rossiyadan tortib oldi. The Economist. Ukraina so'nggi 3 yil ichida ilk bor urushda tashabbusni Rossiyadan tortib olganga o'xshamoqda. Bu haqda The Economist jurnali 10-may kuni e'lon qilgan tahliliy maqolasida ma'lum qildi. Nashr ta'kidlashicha, qish davomida Rossiya dron va raketa hujumlari orqali Ukraina shaharlari hamda energetika tizimiga deyarli har kecha zarba berib kelgan bo'lsa, hozir vaziyat o'zgarmoqda. Ukraina hozir deyarli har bir harakat orqali Rossiyaga tobora kattaroq zarba yetkazmoqda deb yozadi jurnal. Maqolada qayd etilishicha, Rossiyaning kutilgan bahorgi hujumi samarasiz chiqqan. 2026-yil aprel oyida Rossiya qurolli kuchlari 2024-yil avgustidan buyon ilk bor egallanganidan ko'ra ko'proq hududni yo'qotgan. The Economist'ning AQShdagi urushni o'rganish instituti xaritalari asosida keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, so'nggi 30 kun ichida Rossiya 133 kvadrat kilometr hudud ustidan nazoratni yo'qotgan. Shu bilan birga Ukraina tomonidan Rossiya hududi ichiga amalga oshirilayotgan uzoq masofali zarbalarning ko'lami, masofasi va intensivligi ortib borayotgani ta'kidlangan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida Ukraina ilk bor uzoq masofali dron hujumlari soni bo'yicha Rossiyadan o'zib ketgan. Ukraina dronlari mamlakat chegarasidan qariyb 2000 km uzoqlikdagi iqtisodiy va harbiy obyektlarga muntazam zarba bermoqda. Bu esa Rossiya aholisining taxminan 70% Ukraina dronlari yetib bora oladigan hududda yashashini anglatadi. The Economist hisob-kitoblariga ko'ra, Rossiya Ukrainaga qarshi keng ko'lamli bosqin boshlaganidan buyon 1.4 million nafar harbiy xizmatchisini halok bo'lgan yoki og'ir yaralangan holda yo'qotgan. Hozirda Rossiya armiyasining oylik yo'qotishlari 35 ming nafarni tashkil etmoqda. Londondagi Qirollik kolleji harbiy tadqiqotlar fakultetining faxriy professori Lawrence Friedman fikricha, yaqin oylar urush taqdiri uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Uning aytishicha, Rossiya Ukraina dron texnologiyalari sohasidagi yutuqlarga qarshi qanday chora ko'rishi va yozgi hujum uchun katta kuch to'plamayotgani ma'lum bo'ladi. BAA Eronga qarshi yashirin hujumlar uyushtirgani ma'lum bo'ldi. Birlashgan Arab Amirliklari Eron tomonidan amalga oshirilgan hujumlarga javob sifatida Eron hududiga harbiy zarbalar bergan. Bu haqda The Wall Street Journal nashri manbalariga tayanib xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, Abu Dhabi rasman Eronga qarshi hujumlarni tan olmagan. Biroq nashr manbalariga ko'ra, 2026-yil aprel oyi boshida BAA qurolli kuchlari Fors ko'rfazida joylashgan Eronning Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodiga zarba bergan. Ayni shu davrda AQSh prezidenti Tramp AQSh va Isroilning Eronga qarshi urushida o't ochishni to'xtatish bo'yicha kelishuv e'lon qilgan edi. Nashrning yozishicha, Washington tomonidan e'lon qilingan sulh hali kuchga kirmagani uchun AQSh ushbu hujumdan norozi bo'lmagan. Eron tomoni o'sha vaqtda Lavan orolidagi neftni qayta ishlash zavodi tashqi hujumga uchraganini bildirgan. Shundan so'ng Tehron BAA va Kuvaytga qarshi raketa hamda dronlar yordamida bir qator hujumlar uyushtirgan. VCG suhbatdoshlaridan biriga ko'ra, AQSh Fors ko'rfazidagi davlatlarning Eronga qarshi harbiy harakatlarda ishtirok etishini jim holda qo'llab-quvvatlagan. Birlashgan Arab Amirliklari Tashqi ishlar vazirligi vakillari Lavan oroliga ehtimoliy zarba yuzasidan izoh berishdan bosh tortgan. Shu bilan birga rasmiylar mamlakat o'z xavfsizligiga tahdidlarga, jumladan harbiy usullar orqali ham javob qaytarish huquqini saqlab qolishini bildirgan. Pentagon ham ushbu masala yuzasidan rasmiy sharh bermagan. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, urush boshlanganidan buyon Eron Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi jami 2800 ta dron va raketa qo'llagan. Bu boshqa har qanday davlatga, hatto Isroilga nisbatan ham ko'proq ekani ta'kidlangan. Hujumlar oqibatida BAAda aviaqatnovlar, turizm va
ko'chmas mulk bozoriga jiddiy zarar yetgan. Qator kompaniyalarda xodimlar qisqartirilgan yoki maoshsiz ta'tilga chiqarilgan. VCG ta'kidlashicha, mazkur voqealar BAAning strategik yondashuvini ham o'zgartirgan. Endi Eron mamlakat iqtisodiy va ijtimoiy modeliga tahdid soluvchi yakkalangan davlat sifatida baholanmoqda. Netanyahu AQSh yordamidan voz kechmoqchi. Isroil yakka o'zi urush boshlashi mumkinmi? Isroil bosh vaziri Netanyahu uning mamlakati yaqin 10 yil ichida AQSh harbiy yordamidan voz kechishiga umid qilayotganini aytdi. Men Amerika moliyaviy ko'magini, ya'ni o'rtamizdagi harbiy hamkorlikning moliyaviy tarkibiy qismini nolga tushirishni istayman, dedi Netanyahu. Netanyahuning aytishicha, Isroil AQShdan yiliga qariyb 3.8 milliard dollar miqdorida harbiy yordam oladi. AQSh 2018-yildan 2028-yilgacha bo'lgan davrda Isroilga jami 38 milliard dollar harbiy yordam ko'rsatishga rozi bo'lgan. Biroq hozir AQSh Isroil moliyaviy munosabatlarini qayta ko'rib chiqish uchun mutlaqo to'g'ri vaqt, deydi Netanyahu. Men keyingi kongressni kutishni istamayman. Men hoziroq boshlamoqchiman. Isroil uzoq vaqtdan beri AQSh kongressida harbiy yordam bo'yicha har ikki partiya respublikachilar tomonidan ham, demokratlar tomonidan ham yakdil qo'llovga ega edi. Biroq 2023-yil G'azoda boshlangan genotsid urushidan keyin AQSh qonun chiqaruvchilari va jamoatchilik tomonidan Isroilni qo'llab-quvvatlash darajasi zaiflashgan. Joriy yil mart oyida o'tkazilgan REV tadqiqotiga ko'ra, AQShdagi voyaga yetgan aholining 60% Isroil haqida salbiy fikrda. 59% esa Netanyahuning xalqaro ishlar bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilishiga juda kam ishonadi yoki umuman ishonmaydi. Ikkala ko'rsatkich ham bir yil oldingiga nisbatan 7% ga oshgan. Netanyahuning aytishicha, AQShda Isroilni qo'llab-quvvatlashning yomonlashishi ijtimoiy tarmoqlarning geometrik o'sishi bilan deyarli 100% bog'liqdir. Uning so'zlariga ko'ra, bir qancha mamlakatlar ijtimoiy tarmoqlarni asosan manipulyatsiya qilgan va bu Isroilga qattiq zarba yetkazgan. Qozog'iston osmonida noma'lum uchar likopcha aniqlandi. Kostanay viloyatining Rudniy shahrida yashovchi bir erkak o'zi noma'lum uchuvchi obyektlar deb atalgan narsalarning video va fotosuratlarini e'lon qildi. Uning aytishicha, bu obyektlar kecha 10-may kuni kechqurun shahar osmonida paydo bo'lgan. Erkak Xalqiston Telegram kanali jurnalistlarga bu kuzatuvga oldindan tayyorgarlik ko'rganini aytgan. Uning fikricha, bunday hodisalar deyarli har yili aynan shu davrda Rudniy osmonida kuzatiladi. Faqat 2023-yil bundan mustasno. Men optik qurilmalarni tayyorlab kutdim va mana ular uchib kelishdi. Ikkita obyekt paydo bo'lib, biri ikkinchisining ostida joylashdi. Avvaliga yulduzga o'xshagan yorqin nur ko'rindi. Darhol optikani to'g'irladim va "Salom yigitlar, men sizlarni bir yil kutdim" deb aytdim, degan erkak. Uning ta'rificha, yuqoridagi obyektning yorqin nurli gumbazi pastga qaragan likopcha shaklida bo'lgan. Pastdagi obyekt esa piramida shaklida bo'lgan, ammo qorong'ilik sabab uning tafsilotlarini aniq ko'rishning imkoni bo'lmagan. Har ikki obyekt shahar ustida taxminan 20 daqiqa deyarli qimirlamasdan turib qolgan. Shundan keyin bir lahza chaqnab yo'qolib ketgan. Putinga 100 minglab dron ishlab chiqarishni va'da qilgan shaxs hibsga olindi. 2025-yilning yanvarida Rossiya prezidenti Putinga yiliga 300 mingtagacha dron ishlab chiqarish haqida hisobot bergan Transport Budisheva kompaniyasining sobiq bosh direktori Kazarenko o'ta yirik miqdordagi firibgarlikda ayblanib hibsga olinadi. Bu haqda Kommersant nashri xabar berdi. Nashrning yozishicha, avvalroq Belgorodning Sverdlovsk tuman sudi uni 28-iyungacha qamoqqa olish haqida qaror chiqargan. 8-may kuni esa Belgorod viloyati sudi advokatning apellyatsiya shikoyatini rad etgan. Tergovni Belgorod viloyati ichki ishlar boshqarmasi olib bormoqda. Aviapro ma'lumotlariga ko'ra, jinoyat ishi uchuvchisiz uchish qurilmalarini ishlab chiqarish bo'yicha davlat mudofaa buyurtmasini bajarish uchun ajratilgan taxminan 70 million rublni o'zlashtirish bilan bog'liq. Tergovning fikricha, Kazarenko mablag'larni maqsadsiz sarflashga aloqador pullar amalda ishlarni bajarmagan do'st tashkilotlar xizmatlari uchun to'lov sifatida o'tkazilgan. Bundan tashqari, Transport Budisheva kompaniyasi 750 ta vertikal ko'tarilish va qo'nish xususiyatiga ega dronlarni serial ishlab chiqarish uchun 4,5 milliard rubl miqdorida davlat subsidiyasiga ega bo'lgan. Biroq subpudratchi ishlarning 80%ni shartnoma muddati tugaganidan 1 yil o'tibgina bajargan. Bu esa tekshiruvga sabab bo'lgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.